Nima men hammangni bitta-bitta yo'qotishim kerakmi? Maktabga kech qolasan, tur kuchak. Ragetka. Mana ko'r. Pichoq qani pichoq? Bitta-bitta ye, shu seniki hech kim yemaydi shuni. Ana shu yerda menga Qo'lingni kesadi hozir pichoq. Quvnoqdagi paraxodining kema jurnali 5-fevral. Choyingiz hammang. Lekin ey. To'kasan hozir. To'kirga. Bolam, ol-ye. Qornim to'q dedim-ku. Qo'shnidan bir sochiqcha olib keldi. O'zimizda ham bor-ku. Olib kelib qo'ydi shuni bo'lmasa. Men nima qildim? Menga yoqqan baqirasiz. To'kiladi. to'kilma. Maktabga kech qolamiz. Ming marta aytaman, maktabga kiyadigan formangni dasturxon boshqa kiymadi bu palazga. Men toza bo'ldi, kiy tez bo'l. Men bo'ldim, bitta tugmachasi ortiqcha ekan ona. Qani shohruxlikka o'xshadimmi? Mana buni bostirib kiyib yurgin. Tushundingmi? Shamollasang qo'llariga pul yo'q. Tezlashlaring. Ey, labingni o'chiray. O'laysan. Shu narsa surmadim, o'zi shunaqa. Ma, Ustoz remont pulini ham olib ketuvdilar. chop ertaga olasan. Uydan nashat olib chiqdim, maktabga borib maqtan uchamiz. Menga ham berasan ketdik-a. Qara, puling ko'paytirib bering. Mana 2 ta olib, mana 3 ta berdim. Aldama. Yoshlik sana o'ylamagan